Boyagalar bir qopulda ham kelaverasiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Eco Rider kanali va bugungi obzorimizda Honda Rider. Mashinamiz 1 turbo dvigatel, 122 ta ot kuchi, 100 km ga adashmasam 6-7 ta rasxod qiladi akalar. Mashinaga bitta baho beringlar. Monzaga konkurent bo'lyapti hozirda. Salonlarga o'tamiz endi. Bismillah. Salon qismi akalar o'zini monitori, konditsioner, pechkalari bor. Abdufa grafunda yo'q. Multimedia rol. Orqasi ham ancha keng akalar. Lyuk ham bor. Narxini taxmin qilib turinglarchi akalar, sizlardan o'ylaganlardan ko'ra ancha arzonroq narx aytaman. Akalar, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, juda ham keng, 588 litr. 2 qop kartoshka bemalol sig'ib, orqasidan boyagalar bir qop pulda ham kelaverasizlar. Boyagalar, narxiga keladigan bo'lsak, 16500 dollardan bizning avtosalonda xarid qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Sizlar bilan Eco Rider kanali bo'ldi. Keyingi gal qanaqa avtomobilni obzor qilaylik, kommentariyaga yozib ketinglar.